hamma kirib olsin, yana qaytadan joylashib olamiz yaxshilab ekran qarshisiga. Chunki bugun hozir aytadigan ma'lumotlar, vebinardagi ma'lumotlar qaytib sizga berilmaydi. Chunki bu vebinarda asosiy katta tayyorgarliklar natijasida qilingan. Aynan tarix milliy sertifikatni 45 kunlikda qanaqa qilib 45 ta darsda bu yerda xato yozishibdi. Bizdan ularimiz nima deydi? Menejerlar xato yozishgan. 45 kunlik dars emas, 45 ta dars. 45 ta darsning ichida nimalarni o'rgansa bo'ladi? O'zi tarix milliy sertifikatning asosiy qismlari nima? Ana shu elementlar nimalarga e'tibor berish kerak bo'lgan qismlarni, demak, mana shu 45 ta darsning ichida ko'rib chiqamiz. Demak, mana shu 45 ta darsda nimalardan e'tibor berish kerakligi dars strategiyasi haqida hozir tanishib chiqamiz. Bu dars strategiyasini demak, tayyor bo'ladigan bo'lsak, boshlaymiz. Hamma tayyormi? Dars strategiyasini demak, hamma tayyor ekan, ko'rib chiqamiz. Dars strategiyasi nimalardan iborat? Bu 45 ta darsga mo'ljallangan. Ya'ni noyabr oyida bo'ladigan imtihonda siz topshirib, eng kamida B+ darajadan A+ darajagacha chiqish, lekin bizning bu strategiyamiz ko'proq o'qituvchilar va o'quvchilarga mo'ljallangan. Aynan o'qituvchilar uchun alohida jihatlari bor, chunki o'qituvchilar uchun bilamiz, B+ darajani olgan o'qituvchilar qaysi darajaga erishadi? B+ 50% ustama oladi. Buni hammamiz bilamiz. Aynan mana shu 50% ustamaga chiqishning dars strategiyasini hozir aytib o'taman. Birinchi e'tibor beradigan bo'lsak, C+ darajada qanaqa qilib dars strategiyasini amalga oshirilgan. Ya'ni siz birinchi 15 kunlik birinchi darsdan 15 ta darsning ichida siz C darajadan C+ darajaga chiqasiz. Men mana shu dars strategiyasida 45 kunlik dars strategiyasini tayyorlashda har bitta darslarni ma'lum bir vaqtda bu ishlash uchun ancha vaqt ketdi. Ya'ni kamida 1 yildan mobaynida aynan darajaga shu paytgacha dars o'tardim, barcha o'quvchilar biladi. Bu paytgacha hali tarix fanidan o'tishda har bitta darsni darajalab chiqilmagan edi. Aynan mana shuni har bitta darsda men darajaga ajratib chiqdim. Ya'ni C darajadan B+ daraja va darajaga qarab o'qitish tizimini. Bu tizim qanaqa bo'ladi? Ya'ni siz birinchi darsdan 15-darsgacha sizga o'qitiladi C+ darajaga olib chiqish. Bu nimada o'qitiladi? Ya'ni umumta'lim darsliklari va qo'llanmalar asosida sizda demak C darajadan C+ darajaga olib chiqish strategiyasi o'rgatib chiqiladi. Ya'ni bunda nimalardan iborat bo'ladi? 6-7-sinf darsliklar to'liq o'rgatiladi va har bittasi ma'ruza qismlar alohida va testlarni ishlash strategiyalari, boshlang'ich darajalar sekin olib chiqiladi. Keyingi daraja asosiy yana keyingi qismlardan iborat. Bu qaysi edi? C+ dan B darajaga chiqish strategiya. Bu darajaga qanaqa darajada olib chiqiladi? Ya'ni bu siz uchun 16-darsdan to 30-darsgacha bo'lgan oraliqda sizning darajangiz oshirib boriladi. Ya'ni qanaqa? Har bitta muhim qo'llanma, muhim dars uslubi va muhim har bittasi o'tilganda, bu darslarda amalga oshirilganda, demak sizning darajangiz va oxirgi B+ darajaga sizda 45 kunlik darsda chiqadi. Bu darslarga olib chiqish qanaqa uslubda amalga oshiriladi? Mana bu darsga olib chiqish strategiyasining eng ustuvor qismi. Ya'ni hafta strategiyasi. Ya'ni darslar haftada 6 kun amalga oshiriladi. 6 ta dars. Faqatgina bitta yakshanba kuni dam olish, yakshanba kuni dam olish kuni siz bilan mock imtihonlari o'tkaziladi. 6 kunlik dars strategiyasi qanaqa tartibda amalga oshiriladi? Hammaga ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Birinchi, ma'ruza darsi to'liq o'tiladi. Ya'ni ma'ruza darsi nima? Birinchisi, muhim darslarning asosiy qismlari, tez tushadigan qismlarni biz alohida ajratib qo'yganmiz. Tez tushadigan qismlari kitobning hamma qismi o'qitilmaydi. Bu xato. Siz hamma qismini o'qiyotgan bo'lsangiz va yodlayotgan bo'lsangiz, sizga xato o'rgatadi. Sizda milliy sertifikatga kirganda savollarni adashtirib qo'yishingizga olib keladi. Ikkinchisi, savol-javob va mavzu. Har bitta o'tilgan mavzu alohida individual tarzda savol-javob qilinadi va mavzu keyin qaytadan yana o'tib beriladi o'sha kun. 3-darsda siz milliy sertifikat test olinadi va mavzu o'tiladi. 4-qism yozma qismi. Yozma qismi uchun alohida ishlanadi. Chunki yozma qismida aynan biz uchun eng yuqori ball olib keladi. Chunki ko'plab o'quvchilar aynan mana shu yozma qismida xato qilishadi. Rush modeli degan narsani bilsangiz kerak. Keling, Rush modeli haqida qisqa aytib o'tib ketay. Mana shu joyda Rush modeli bilamiz, bu rivojlangan davlatlar tomonidan aynan qabul qilingan va bu Rush model asosida bilamiz, har bitta to'g'ri javob topgan o'quvchilarning ball ko'proq, masalan, har bitta savolga 3.2 beriladigan bo'lsa, aynan Rush modelida siz ko'proq topgan savollaringizga ko'proq javoblar olinadi. Yoki
siz rashk modelida agar xato oson savollar qarang, milliy sertifikat tizimini bitta tushuntirib ketaylik. Birinchi 15 talik savol oddiy rashk modelida osonroq savollar qismi, ikkinchi 15 talik qiyinchilik darajasi ortib boriladi. Uchinchi savollar darajasida esa bu savollar darajasi uchinchi qismida esa qiyinchilik darajasi. Ana endi rashk modelida siz osonlik darajasi savollarni topadigan bo'lsangiz, masalan qarang, siz imtihonga kirdingiz, 20 ta savol oson qismidan topdingiz, sizning darajangiz pastroq chiqadi. Imtihonga kirdingiz, 18 ta qiyinchilik darajasi bo'lgan savollarni topdingiz, siz yuqori ball olasiz. Ana shunaqangi qilib har bitta qismi eng sizga ko'plab o'quvchilar qiladigan xatolardan bittasi yozma qismi va biz yozma qismi uchun siz uchun ishlaymiz va siz rashk modelida yuqori ball olib chiqib ketasiz. Ana keyingisi 5-inchisi savol javob. Demak, har bitta qism o'rgatilgandan so'ng buni savol javob qilinmasa, demak o'sish kuzatilmaydi, tendensiya. Shuning uchun har bittasi savol javob qilinadi. 6-inchisi mock testlar. Har bitta savollar bo'yicha bugun mock testlari 25 ta variant tarzida mock testlar tuzib chiqilgan va onlayn formatda sizga yetkazib beriladi. Har bitta kurs ishtirokchilari. Va men bu qo'llanmani faqatgina kitob tarzida emas, sizga PDF variantda yetib boriladi. Qo'llanma qismi ham yaqin kunlarda tayyor bo'ladi, lekin sizga asosiy PDF variant qismida yetib boriladi. Ichida ko'rdingiz, har bittasi alohida strategiyalarni ko'rib chiqdik. Eng oladigan bo'lsangiz, chunki biz yangi texnologiya yaratdik bu strategiyani. Hali bu strategiya haqida hech qolgan darslarda ham aytmagandik va qolgan vebinarlarda ham aytmagandik. Aynan shu vebinarga tayyorladik. Va bu strategiya ustida kamida 1 yil mobaynida ishlangan bu strategiya. Ya'ni darajalar faqatgina tarixni aynan mana shu darajalar orqali o'rganish strategiyasi. Ana shu strategiya orqali o'rgatib chiqamiz. Xo'p, endi asosiy